Akalar, graf fason kasalligimizni zarkeng olib ketyapmiz. Yonida bolachasi bilan e'tibor beraylik. Taxtalari tevasidagi leksanlariga mos rangda 8x6 qalam profillardan foydalanilgan. Yonida detskiy sidinasi ham kattalar uchun ham moslashtirilgan. Keng bo'lib, bir xil bachinga qo'yilgan, o'shaning nisbatiga 200 kilogacha vesni bemalol ko'taraveradi. Olib borilgandagi videolar albatta joylaymiz. Soat 5:10 biz yo'lga chiqyapmiz. Kachalayimizni olib keldik mana. Taxtalarni ham o'z tevasidagi leksanga mosladik. Mana uni detskiy qilib har xil ranglardan terib aqonchi yosh bolalarga to'g'riladi xolos. Tog'am aytgandek, mana buni kengroq qilib, kattaroq qildik. Ha, o'shinga aytadilarning to'g'ri maslahatda o'sha ko'tarib bering deganish. Ha. Hozir joylayveramiz. Yoniga bunday ipma bir narsani vaqt qo'ysalaring. Bemalol katta joy bo'ladi. Bobo. O'g'il bobo. Esnab uyqusi yozilmabdi.